Assalomu alaykum. Sizlar bilan universionli stul to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni bu grijasi borlar va belida og'rig'i borlar millionlab pulini sarflayotganlar dori ukollariga. Mana shu atiga 1 million, 2 millionlik universionli stolni olsa belida og'riq yo'qoladi va grijadan xalos bo'ladi degan gapni bekorlarni 5 tasini yetdi. Buni grijani darajasini qachonki to'liq nerv qisilishini bilmaguncha foydasi yo'q, buni bilib qo'yinglar. Bu grija bo'lmasdan oldin, albatta oldin vaqtliroq bu bilan shug'ullanish kerak edi. Grija bo'lib bel og'ridi degandan keyin buni sotib oldim, tuzaldim degan gap noto'g'ri. Qadrdonlar, to'g'ri, buni foydasi bor, lekin siz o'ylagan darajada foydasi yo'q. Chunki to'qimalar qisilgandan keyin, grija katta bo'lgandan keyin bola ham vertolyotda ossa ham, samolyotda oyog'ingizdan ossa ham, universion stolda oyog'ingizda osilsangiz ham foydasi yo'q. Qachonki manual terapiya, yumexoterapiya, udarniy volnoviy terapiya bularni olmasangiz foydasi yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ta'kidda buni sotib oldim, men grijadan qutuldim degan gap noto'g'ri. Ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, izohga o'z fikringizni qoldiring. Albatta javob beraman. Kanalimizga podpiska bo'linglar va kerak bo'lsa nomerimiz ham bor, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.